Diqqat! 2 kundan so'ng kuchli zilzila bo'lishi kutilmoqda. Ya'ni 2 sutkadan so'ng Sharqiy yarim shardagi seysmik hududlardan birida 7 magnitudadan yuqori kuchli zilzila yuz berishi xavfi oshmoqda. Mutaxassislar bu xavfning ortishiga sabab sifatida kuchli magnit bo'ronining kuzatilayotganini ta'kidlamoqda. Tabiat sukunatdan oldin ogohlantiradi, lekin ko'pchilik buni sezmaydi yoki e'tibor bermaydi. Ayniqsa seysmik faol hududlarda yashovchilar hushyor bo'lishi kerak. Ehtimol bu ogohlantirish hayotni asrab qolishi mumkin. Tabiat bilan hazillashib bo'lmaydi. U har doim o'zini eslatadi, lekin qachon va qayerda ekanini faqat vaqt ko'rsatadi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib ogohlantirib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.